Oralarimizda men musulmonman deb yurgan shunaqa boylarimiz borki, zakot nimaligini ham bilishmaydi. Qanaqa qilib chiqarishni bilishmaydi. Qanchadan qancha chiqarishni bilishmaydi. Mana shu qadar holatdamiz. Lekin bu yetimlarni, miskinlarni, qiynalganlarni, kambag'allarni haqqi, u sizning haqqingiz emas. Uni xohlasam beraman, xohlasam bermayman degan hol yo'q. Majbursiz. Majbursiz. Bu farz bu. Zakot haqida gap ketyapti. Undan tashqari xayriy sadaqalar, ihsonlar ham buyurilgan. Qanaqa qilib biz gunohlarimizni maza qilib qilar ekanmizda, keyin shu gunohlarimiz bilan bemalol jannatga kiramiz, nari dunyoda ham yayrab turib maishatda yuramiz deb o'ylaymiz. Yo'q. Gunohlarni yuvib ketadigan mana shu xayr, sadaqat, ihsonlar bo'ladi, azizlar. Yuvib ketadi. Bitta shu yetimni kulgusi bilan, tabassumi bilan, xursandchiligi bilan yuvilib ketadi. Internetga chiqib maqtanishi bilamiz, zo'r mashinalar haydashi bilamiz, zo'r uchastkalarda million dollarlarni hisob raqamlarimizni saqlashni bilamiz. Qayerdan, qayerdan, qanaqa qilib pul topganingizni juda yaxshi bilasiz o'zingiz. Juda yaxshi bilasiz. So'roq savoli o'zingizga havola. Va achinarli taraf shundaki, Xudo xolasa inshaalloh hammamiz o'lamiz, ketamiz. Oxiratda savol javob bor. Odil hakam bo'lgan Robbimning oldida hammasi uchun javob bermoqim bor. Mana shu qalbimizga taskin beradi. Assalomu alaykum. Marqaqli. Yana hammamizda aynan biladigan Temur 530 ukamizni oqshomda vaziyat bo'libdir. Oyog'ini sindirib olibdi ekan. Bu Temur o'zi oilasining boquvchisi bo'ldi. Gerek olsa bozor günleri altı ekan edi. Dükkanlarni reklama etib beradi, 50 ming so'm, 100 ming so'm arzuman pul uchun. Shuni akşam yana oyog'ini sindirib olganda va anasi ikkisi bo'ladi, yana uylarning ahvoli. Bularga hechdan bir moddiy yordam yo'q, hechdan bir dohot yo'q, berilmaydi. Davlat tomonidan ham yana bu 2 marta bormishlar ham hokimiyatga. To'g'rimi Temur? Bordingizmi hokimiyatga? Portaldan keyin qoldiqlar hamma o'zi. Yana. Elimde qog'oz plastik qo'yib internetdan chiqdim. Endi shunga akşam Oyog'imda sinirliklarni oyog'imda ichera, orqamda ichera, boshqalarga yaramir. Şuna endi akşam qisib berdingiz-ku. Endi Temurbekning oyoq sindina. Şuna endi ish yo'lada ekan, ro'zani ish yo'lada ekan deb. Yana biza qo'ldan kelgancha bir hafta 10 kuningiz yetkidin xarajatni aytgandim. Sıkman, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Yana o'zingiz ham kasal ekansiz, dori, pul masalasi bo'yicha ham yordam beramiz. Qo'ldan kelgancha kimning imkoniyati bo'lsa, Alloh taolo aytgan, benden beraman deya. Endi puldor, nador odamlar bir saxovat bersa, boylar bo'lsa qo'ldan kelgancha, yana hozir biza bir haftalik xarajatimiz tutib keldik hozir. Go'sht, yog', un, hamma narsa, tuxum, bir hafta o'shqidin. Buna ayakı bir ay, bir yarım ayda bitami. Bu qaltaki malab bozora tutib keladi. Kerak, oila ahvolina, sharoiti shu o'tirishda o'tiribdi bular. Temurni böyle sürat turadi ro'zani. Mana menda oyoqsini bina falokat Alloh taolodan kelgan endi. Ne olacak mı? Talabiy qismman Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'zimiz yordam beramiz. Yana shundan bir yarım odam topilib bina natsa yordam beradilar kelib. Shunga yaxshi shun aytamiz. Siz sog'ligingiz huquqdorlik o'tmisiz siz? Temur bilan anasi bu o'zi ishada 2 yosh edi. Bularni hech qanday narsa yo'q. Temurni masalan ustidan kuladi, natadi. Bom endi ro'zlar uchun kurashib o'tdi. Kerak bo'lsa g'alta ketdi, kerak bo'lsa endi reklama bilan kutalib qoldi endi. 50 ming so'm, 100 ming so'm bat tutdi. Shunga biz qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Qanasi biza ketamiz desa endi asa ayting. Vaktimiz yatmadan devletimiz hem bir şey kaybetsin. Bu güzel bir şey çıkıyor. Ayaktan bir göz atın.